uzoq muddat tungi navbatchilikda ishlaydigan erkaklarda testosteron pasayishiga olib keladi. Ayollarda esa hayz sikli buzilishiga, ba'zi tadqiqotlarga ko'ra saraton xavfi oshishi qayd etilgan. Tungi navbatchilikda uzoq muddat ishlaydigan odamlar organizmi bilan nimalar bo'ladi? Keling shu haqida gaplashamiz. Uyqu bilan bog'liq muammolar, ya'ni surunkali uyqusizlik, kunduzgi holsizlik, tez charchash, diqqat va xotiraning pasayishiga olib kelishi mumkin. Ruhiy o'zgarishlar, ya'ni asabiylik, jahldorlik, stress va xavotir kuchayishi, depressiya rivojlanishi xavfi bo'lishi mumkin. Yurak qon tomir tizimida ham o'zgarishlar bo'ladi, ya'ni qon bosimining oshishi, yurak urishining buzilishi, yurak kasalliklari xavflari ham ortishi mumkin. Moddalar almashinuvi, ya'ni vazn ortishi, qandli diabet xavfi, ishtaha buzilishi, kechasi ko'p ovqat yeb qo'yishingiz ham mumkin. Gormonal o'zgarishlar, bu melatonin kamayishiga olib keladi, kortizolning oshishiga, immunitetning pasayishiga ham olib keladi. Immun tizimiga ham ta'sir qilmay qo'ymaydi. Tez-tez shamollashlar kuzatiladi, infeksiyalarga chidamlilik pasayishi bo'ladi. Zararini kamaytirish uchun esa video ostida yozib qoldiraman. Menga obuna bo'lib qo'ying, hali ko'p qiziq ma'lumotlar oldinda.